Siz 3 oy ishlab, birgina xato qilib, hech narsasiz, ya'ni na tajriba, na daromadsiz loyihani yopishingiz mumkin. Bu video 100 minglab prosmotr bo'lmasligi mumkin, lekin aynan shu video sizga $100,000 dan ko'proq daromad olib kelishligi mumkin. Yokida sizni sarflab olmoqchi bo'lgan bir necha $10,000 oldini olishligi mumkin. Soddaroq qilib aytganda, videoda daromad topish haqida yokida qanday qilib nimadirga muvaffaqiyatli bo'lish haqida emas, aynan soha mutaxassislari uchun va aniqroq qilib aytganda, ta'lim sohasida ekspert tanlab, ular bilan uzoq yillik hamkorlik qilib, bozorda yaxshi keyslar chiqarmoqchi bo'lganlar uchun, jamiyatga o'zlarini foydali produkt orqali qiymat bermoqchi bo'lganlar uchun. Ko'pchilik yaxshi niyat bilan loyiha boshlaydi, ya'ni ekspert tanlab, shu inson bilan jamiyatga foyda berish haqida o'ylaydi. Minglab insonlarga onlayn kurslarni yetib borishligini xohlaydi. Hamma prodyuserlar qatori bir xil mehnat qiladi, jamoa qiladi, investitsiya qiladi, lekin ko'p holatlarda eksperti bilan hamkorligi bardavom bo'lmaydi. Yokida o'zini kutuvlarni oqlamay qolishi mumkin. Ba'zi holatlarda oxirgi paytlarda fail bilan tugayotganligini ham ko'ryapmiz. Ya'ni kim o'zini oqlash u yoqda tursin, ziyonda qolib ketayotgan loyihalarni ko'p ko'ryapmiz. Va bu yoqda asosiy bittagina faktor bor. Bu ham bo'lsa, to'g'ri ekspert tanlashlik. Ta'lim sohasi, ayniqsa Zaps orqali onlayn kurslar sotish sohasi bu qandaydir bir katta kompaniya bo'la olmaydi. Tizimlashib ketishlik juda ham qiyin. Sabab oddiy. Ta'lim sohasi aynan onlayn kurslar sotuvi shaxsiy brendga, shaxsga yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni shaxsni shaxsiyati, ekspertlik darajasiga qarab turib, loyihani bardavom bo'lishligi yokida qay darajada muvaffaqiyatli bo'lishligi aynan birgina shaxsga bog'liq bo'lib qolishi mumkin. Bizda ham juda ko'p keyslar bo'lgan, force majeure holatlari, ta'ziyali holatlar bo'lib qolgan. Aynan webinar paytida shu narsalar bo'lgan. Biz webinarlar qoldirishimizga sabab bo'lgan. Bu narsa o'z o'rnida konversiyalarga yokida daromadga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Bu narsani nima uchun aytyapman? Biz ekspertni, mayli bu force majeure holatlar o'z o'rniga, biz ekspertni to'g'ri tanlashligimiz bizning muvaffaqiyatimizning eng asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Sizni tabriklayman. Agar videoni shu joygacha sabr bilan ko'rgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan o'zingiz uchun keyingi bir yarim soat 40 minutlikda eng kerakli bilimlarni olishingizga sabab qilgan bo'lishingiz mumkin. Shaxsan o'zim Zaps sohasiga kirib kelganimga mana 3 yildan oshdi. Undan oldin ta'lim sohasida bo'lganmiz, mana 5 yilga yaqin ta'lim sohasida bo'lganmiz. Undan oldin sotuv sohasida bo'lganmiz. Va shu vaqtgacha biz bir necha ekspertlar bilan, ular orasida mana ko'pchilik tanigan Abror Ahmedov, Doniyor Abdug'aniyev, Barnoz Suleymanovni, Bonu Rustam va Isroil Abdullayev va shu kabi bir necha ekspertlar bilan birgalikda Zaps qilganmiz. Farobiy Aycha akademiyasi o'quv markazi, undan tashqari yana bir necha o'quv markazlar, undan tashqari hozirgi kunda qurilish sohasida ham o'zimizni aynan bilimlarimizni Zaps texnologiyamiz orqali sotuvlar qilyapmiz. Hozir ko'pchilik biladi, hozirgi kunda aktualniy 10x uylari degan loyiha bor. Shu yerda o'zim bosh prodyuserman, ya'ni o'sha loyiha rahbariman. Qurilish loyihada hozirgi kunda yana ikkita loyiha qo'shimcha qo'shilgan. Ularni ham endi xudo xolasa ularni Zapslarni boshlaymiz. Ya'ni nima demoqchiman? Shu vaqtgacha to'plagan tajribalardan kelib chiqib aniq ayta olamanki, agar siz boshlang'ich darajadagi mutaxassis bo'lsangiz, Zapsga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz va ayniqsa ta'lim sohasida o'zingiz faoliyatingizni olib ketmoqchi bo'lsangiz, bu video aniq sizga foydali bo'ladi. Aniq ayta olamanki, agar 3 yil oldin shu video chiqqanda, aynan ta'lim sohasi Zapsga kirishimdan oldin shu video chiqqanda, aniq ishonch bilan ayta olaman, pulga sotib olib bo'lsa ham shu videoni ko'rgan bo'lardim. Oldingizda yolg'onchi bo'lib qolmasligi uchun ham, keyingi vaqtlaringizni uvolib qolmasligi uchun ham sizga maksimal qiymat berishga harakat qilaman. Sizdan imkon qadar shu videoda aytilayotgan gaplarni yozib olishligiga, konspekt qilishligiga va eng asosiysi ularni o'rganishga harakat qiling. Shu video o'zida ham gaydlar bo'ladi. Oxirida sizlarga tayyor shablonlar, namunalar beraman. Ularning ba'zilarini siz aynan Telegram botga o'tib imtihon topshirish orqali qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. O'shuning uchun hozirdan aytaman, har bir gaplarni imkon qadar yozib, konspekt qilib boring. Video hammaga bir xil manfaatli bo'lishligi uchun imkon qadar soddalashtirishga harakat qildim. Sababi oramizda sohaga endi kirib kelganlar ham bor. Agar siz sohada ishlayotgan bo'lsangiz, shu yerdagi aytayotgan filtrlarimni, aytayotgan ma'lumotlarimni o'zingizni ekspertiz bilan solishtirib ko'ring. Shu narsa sizlarga to'g'ri keladimi? Imkon qadar qaytadan shu filtrlarni tekshirib ko'ring. Agar siz yangi ekspert bo'ladigan bo'lsangiz, albatta shularga amal qilib, o'zingizni faoliyatingizni boshlang. Odatda istalgan loyihani boshlashligimiz oson bo'ladi. Aytaylik, ta'lim loyihasi bo'lsa ham, uni boshlashligimiz oson. Bitta ekspert topamiz, u inson bilan shartnoma qilamiz, jamoa yollaymiz, boshlang'ich investitsiya qilib, siz target yoqishingiz mumkin. Va eng muhim narsa bu yerda nima deganda, boshlash har doim oson. Ya'ni bizdan oldin bir necha insonlar Zaps qildi, soha yengil emas. Allaqachon bizda ko'nikma, amaliy va nazariy ko'nikmalar bor. Shuni olib amaliyotda qo'llasak bo'ldi. Ya'ni boshlash juda ham oson. Lekin eng qiyin narsa bu loyihani tugatishlik. Ya'ni ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi.
boshlab oladi. Odatda buni to'xtatishimiz qiyin bo'lib ketib qoladi. Ya'ni keyin nima deganda, siz loyihani boshlaganingizdan keyin orqa yo'l yo'q bo'lib qolishi mumkin. Qanaqadir muddatda. Ya'ni keyin siz loyihani boshlaganingizdan keyin sotuvlar qilasiz. Sotuv qilganingizdan keyin eng muhim narsa nima? Va'dangizni bajarishingiz. Ya'ni kim o'quvchilar oldida bergan va'dangiz. Ya'ni ularga siz sotishlik uchun bir necha kattaroq qiymatlar berish boshlaysiz. Bu bo'lishi mumkin 30 ta, 40 ta video darsliklar bo'lishi mumkin, qanaqadir qo'llanmalar bo'lishi mumkin, kuratorlar bo'lishi mumkin. Bu narsa degani siz o'ylagan reklama byudjetingizdan yana bir necha barobar kattaroq summa bo'lishi mumkin. Ya'ni ularning amaliy tayyorgarligi, undan tashqari o'sha o'quvchilar bilan siz 3 oy vaqt o'tkazishligingiz, ya'ni o'rtacha 3 oy deganman. Ya'ni kim siz 2 oy dars bo'lsa, undan tashqari sotuvgacha bo'lgan jarayon 2 hafta, keyin bitiruv qismi bo'ladi. Ya'ni siz prodyuser bo'lasizmi, ekspert bo'lasizmi? Shu loyihada birgamisiz. O'quvchilar toki natijaga chiqqunga, toki ularni kursni bitirib, sertifikat olgungacha bo'lgan jarayonni siz ta'mirlab borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kim siz loyihani boshlab qo'yganingizdan keyin, va'dani berib qo'yganingizdan keyin tugatishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni aytaylik, yomon holatda ekspert bilan kelisha olmay qolsangiz, video darslarni yozib bera olmay qolsangiz, pullarni qaytarib berishingiz kerak bo'lib qoladi. Yo bo'ldi, kelishingiz, bitta zapus qilaman, keyin to'xtataman degan taqdiringizda e'tibor bering. Eng katta rasxodlaringiz birinchi zapusda bo'ladi. Ya'ni production xarajatlari, darsliklar eng katta pul yeb qo'yadi. Aynan shundan keyin keyingi zapuslaringizda xarajatlaringiz kamayib, kattaroq pullar qolishiga boshlaydi. Agar siz noto'g'ri shartlar bilan kelishib qo'ysangiz yoki noto'g'ri ekspert bilan ish boshlab qo'ysangiz, keyingi zapuslaringiz bo'lmasa, hozirgi qilgan xarajatlaringiz bilan keyingi loyihalaringiz o'rtasida nizo kelib chiqishligi mumkin. Ya'ni ekspert bilan siz produktni bo'lishingiz yoki xarajatlar bo'lishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Ya'ni men vaziyatni qiyinlashtirmoqchi emasman, shunchaki keyin qadamlaringizni o'ylab, to'g'ri ekspert bilan uzoq muddatli kattaroq loyihalarga kirishga harakat qiling. Ya'ni big game with big people degan narsa bor. Ya'ni katta o'yinlar katta insonlar bilan degan narsa. Imkon qadar 1 yillik, hech bo'lmasa 2 yillik, 3 yillik loyihaga ko'z yetsa, shu inson bilan do'st bo'lishni xohlasangiz, u inson bilan sizga huggable, teachable bo'lish kerak. Ya'ni u insonni quchoqlaydigan darajada bir mehringiz tushmasa, ishlamaslikni tavsiya qilaman odatda. Ya'ni shunchaki pul uchun, loyiha uchun ish boshlashligingiz odatda keyinchalik vaqtingizni yoki pulingizni aytaylik oqlamay qolishligi mumkin. Tushunarligi? Ya'ni oddiy qilib aytganda, loyihani boshlash oson, lekin uni tugatishlik har doim qiyin bo'lgan. Hozir sizlarga ikkita misol keltiraman. Bizda ikkita ekspert bor. Kelinglar, birinchi A producer, aytaylik Eshmat. Eshmat degan producer bor va u insonni texnik bilimlari yetarli. U inson shu target o'qishni ham biladi, VSL hozirgi kunda mana aktualniy, undan tashqari mana nima webinar deysizmi, boshqa program, hamma texnik bilimlari yetarli. Sotuv bo'limini ham yaxshi nazorat qila oladi, o'quv bo'limini kontrol qila oladi. Uni o'zini 1 yillik tajribasi bor. 1 yildan beri shu sohada faoliyat olib kelyapti. Jamoasi bor. Ya'ni hamma ishlarni jamoasi bilan bo'lisha oladi. Investitsiya qila oladi. Ya'ni kim targetga pul tika oladi yoki yaxshi mutaxassislarni olib kela oladi. Va ikkinchi prodyuser bor. Bu yana B prodyuser, boshqa bir B prodyuser bor. U insonda ham xuddi shu narsalar bor. Ya'ni unda ham texnik bilimlar yetarli, unda ham 1 yillik tajriba bor. Unda ham jamoasi bor. U ham investitsiya qila oladi. Lekin birinchi A prodyuserimiz 20 million zapus qilsa, B prodyuser 100 million zapus qilishi mumkin. Tushunarli? Ya'ni bir xil bilim, bir xil imkoniyat, bittasi 20 million, bittasi 100 million zapus qilyapti. Bu yerda asosiy farq nima deganda, birinchi prodyuser bu to'g'ri kelgan ekspert bilan ish boshlab ketadi. Ya'ni loyiha bo'lsa bo'ldi, olib ish boshlab ketadi. Ikkinchi prodyuser bo'lsa, o'zining shaxsiy filtrlari bor. Qaysi nishada u kuchli, qanaqa ekspert kerak, o'zining talablari bor. O'sha talablarga to'g'ri keladigan ekspertlar bilan faqatgina hamkorlik qiladi. Tushunarligi? Ya'ni sizning texnik bilimlaringiz yoki imkoniyatlaringiz har doim bir xil bo'lishi mumkin. O'zi bozorga e'tibor bersa shunaqa. Kimda zo'r zapuslar bo'layotgan bo'lsa, kim yaxshi loyihalar yuritayotgan bo'lsa, juda katta ehtimol bilan ularni aynan ekspertlari yaxshi bo'ladi. Ya'ni zo'r ekspertlik darajasi yoki zo'r shaxsiyat bo'lishi mumkin yoki blogi zo'r bo'lishi mumkin. U insonlar bilan balki siz ham zapus qilsangiz, sizda ham shunaqa zo'r natijalar bo'lishi mumkin edi. O'shuning uchun ekspert tanlashda shoshilmasligingizni tavsiya qilaman. Hozir sizlarga birgina keysni ochib bermoqchiman. Ya'ni ko'pchilik tanigan Abror Ahmedov, SMM sohasida mutaxassis. U insonni ko'pchilik Porsche bilan taniydi. Sincerely Abror Instagramda. Ular bilan mana o'zimning istoriyalarimni bir ko'rib chiqdim. O'zim hayron qoldim. 8-iyun kuni ular bilan ko'rishgan ekanmiz. Undan oldin ham biz tanish edik. Ya'ni qanaqa deganda, bir-birimizni tanirdik xolos. Undan oldin ham men zapus qilib yurganman. O'sha bozorda ko'pchilik tanigan yaxshi loyihalar bilan ishlaganmiz. Abror aka bilan tanishib, zapus haqida gaplashishimiz 8-iyun kuni 2024-yil.
O'sha mana 2 yil bo'libdi qaranglar, 2 yildan oshib. Keyin 4-iyun kuni Abror aka bilan aynan JobsTVdan intervyusini o'tkazib ko'rgan ekanmiz. Ya'ni biz o'tirdik, tanishdik, ular bilan ishlash haqida gaplashdik. Keyin taxminan 1 oydan keyin analiz ko'ryapmiz. Ya'ni o'zi bozor ko'taradimi, bozor bormi, biz kutilamizga yetarli raqamlar bormi degan narsani analiz ko'ryapmiz. Undan keyin 25-oktyabr kuni oradan shuncha vaqt o'tgandan keyin biz Abror aka bilan shu mana rasman turibdi. JobsTVdanni, dekompressiyani, progrefflarni, deadline'larni, raspakovkani tugatib, endi zapuskga tayyorgarlik qilyapmiz. Tushunarlimi? Mana orada iyul oyidan oktyabr oyigacha biz shu muddatda yana ham biz bir-birimizni raspakovka qildik, yana ham yaqinroq tanishdik, dekompressiyalar qilib ko'rdik, testli progrefflar yozib ko'rdik, deadline'lar yozib ko'rdik. Hammasi to'g'ri kelgandan keyin o'tirib shartnoma qilib ishni boshlaganmiz. Va natijasi qanaqa bo'ldi deganda, ya'ni shuncha ketkazgan vaqt o'zini oqlaydim deganda, o'zini xudo xohlasa oqladi, daromad taraflamanki o'zini oqlagan. Va eng asosiy bitta faktor bor, bu bo'lsa Abror aka bilan biz hozirgi kunda umrbodlik shartnomadamiz. Ya'ni qanaqa deganda, Abror aka mana loyihani to'xtatmaslik haqida o'ylaymiz. Boshqa ekspert yoki boshqa prodyuser qarash haqida o'ylamaymiz, aynan shu sohada, SMM sohasida. To'g'ri, shartnomani bekor qiladigan joylari bor. Ya'ni bir-birimizni haqqimizda xiyonat qilsak, qanaqadir reputatsiyamizga minus ishlasa va shu kabi force majeure holatlari bor. Bunday holatlarda ham shu loyihani kelishib to'xtatishimiz mumkin. Lekin boshqa loyihalarga o'xshab, masalan, 1 yillik, 2 yillik degan shartnoma yo'q. Ya'ni kim deganda 1 yil amallab o'tkazib olib, keyin boshqa narsani o'ylab ko'raman degan narsa yo'q. Umrbodlik shartnoma. Ya'ni bir-birimizni yaxshi o'rganib, qaysi ma'noda etaplardan o'tganimizdan keyin Abror aka bilan shu loyiha qilib hozirgi kunda ishlab kelyapmiz. Yana boshqa ekspertlarim ham bor shunaqa. Ular bilan shu yaqinroq tanishlik uchun vaqt kelsa kichkina xizmatlar sotilgan. Ular bilan ancha vaqt yana bir kontakt ushlab turganmiz, keyinchalik shartnoma qilganmiz. Va bu narsani yaxshi tomoni, siz o'zingizga mos ekspert tanlaganingizda, o'zingizdan maza qilib ishlaysiz. Bu narsa tabiiyki natijaga ta'sir qilishni boshlaydi. Qachonki o'zingizga yoqimsiz loyihada ishlagan paytingizda bor mehringizni bera olmaysiz, fokusingizni bera olmaysiz. Bunday holatda bu to'g'ridan-to'g'ri natijaga ham ta'sir qilishligi mumkin bo'ladi. Prodyuserlarda ekspert bilan hamkorlik qilishdan oldin o'zlarini o'ylab topgan mashhur miflari bor. Ya'ni yaxshi ekspert bilan hamkorlik qilishdan oldin ular o'zlarini qanaqadir baryerlar bilan to'sib qo'yishadi. Hozir bilan sanashni boshlayman. Nechta sizlarda bor? Iloji bo'lsa izohlarda yozib qoldiringlar. Birinchisi bu kuchli ekspertlarni har doim prodyuser bor degan tushuncha. Ya'ni qanaqadir bitta kuchli ekspert bo'lsa, uni prodyuser bor deb harakat ham qilishmaydi. Bu narsani qo'pol qilib aytganda, bir chiroyli qiz tursa, uni yigiti bor deb ko'pchilik bolalar gapirmasligiga o'xshataman. Va bu targ'ibot qilmayman, noto'g'ri tushunmanglar. Lekin odatda bu ham fakt, chiroyli qizlarni odatda yigiti bo'lmaydi. Sababi ko'p yigitlar ularga gapirmaganligi uchun. Ko'p kuchli ekspertlardan xuddi shunaqa. Yaxshi prodyuserlar o'zlari taklif bilan chiqmaydi yoki prodyuserlar o'zlari taklif deyarli bermaydi. Ular ham bo'lsa, qaysidir loyihalarda prodyuserlar bilan xayrlashgan bo'lishligi mumkin. Va bunaqa holatlarda taklif bo'lmaganligi uchun uzoq vaqtlar kerak bo'lsa, ular prodyuserlarsiz o'zlari zapus qilib yurgan bo'lishligi mumkin. O'shuning uchun bu ham mif narsaga ishonib qolmanglar. Ya'ni o'zlarini bunaqa deb aldamanglar. Hech narsa ketmaydi sizlardan. Agar prodyuser bo'lsa ham, bo'ldi prodyuserlik borligini bilib, keyinchalik ularga prodyuser kerak bo'lib qolsa, sizlar hamkorlik qilishga tayyor ekanliklarini aytib, kontakt o'rnatib, kontaktda bo'lib qolishinglar mumkin. Bu narsa hech qachon foydalanishga emas. O'shuning uchun cho'chimanglar. O'shuning uchun o'ylamanglar, bu narsani o'zingizlarga to'siq deb qabul qilmanglar. Ikkinchi narsa bu tajribam yetarli emas degan tushuncha. Agar siz sohada yangi prodyuser bo'lsangiz, ekspertlar chiqishdan oldin tajribam yo'q degan tushuncha bo'lishi mumkin. Bu ham mif. Qaysi soha borki, inson tajribasi bilan dunyoga kelgan. Istalgan soha tajribasi yo'q paytdan boshlanadi. Siz doktor bo'lasizmi, siz mashina ustasi bo'lasizmi va hokazo, istalgan soha vakili bo'ling, tajribangiz yo'q bo'lib boshlanadi. Sohada yangi bo'lsa, bu ham normal holat. Tajribangiz yo'q, katta kutib bermaysiz, xizmatingizni arzonroqga baholashingiz mumkin. Yoki-da kompensatsiyalar yetishingiz mumkin. Agar o'xshamay qolsa, bu narsani qilib beraman. O'xshamay qolsa, bu narsa yoki KPI tartibida buncha sotib bo'lsa, buncha foiz olaman, buncha sotib bo'lsa, buncha foiz olaman degan narsa. Videoni boshlab aytdim. Soha yangi emas. Mana 2015-16 dan beri bizda o'sha men shaxsan o'zim bilgan narsa, bu fakt checking emas, balki adashayotgan bo'lishligi mumkin. Onlayn bozor O'zbekistonda ham 2016-yildan beri trendda, ya'ni o'sha vaqtdan beri yaxshi sotuvlar bo'lib kelyapti. Jamiyatda onlayn bozorga nisbatan tushuncha paydo bo'ldi. Ayniqsa karantin paytida 19-20-yillarga to'g'ri keladimi? Insonlar onlayndan ham manfaat olishi mumkinligini, bu har qanaqasi qulayligini tushunib yetib bo'lishdi. Nima demoqchiman? Soha yangi emas O'zbekistonda. O'rganmoqchi bo'lsangiz, tajriba orttirmoqchi bo'lsangiz, bir qancha mentorlar bor, bir qancha
jamoalar bor, loyihalar bor, kirib allaqachon tajriba orttirsangiz bo'ladi. Ya'ni tajribam yo'q deb loyiha olmay o'tirishingiz o'zi xato. Uchinchi narsa, ekspertlar "Man siz ham zaps qila oladigan" degan mif. Umuman unaqa emas. O'zimni mentorligimni Xudo xolasa qo'yish arafasidaman, lekin o'zimga ham prodyuser oldim. Ya'ni bu ham alohida kasb. Inson hamma narsani o'zi qila oladi. Masalan, siz prodyuserlik da'vogarlik qilayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan oldin siz marketingda ishlagandirsiz, sotuvda ishlagandirsiz. Prodyuser bo'lganingizdan keyin ham siz videograf bo'lsangiz, syomka montajlar qilib yurmaysiz katta ehtimol bilan. Yokida o'sha targetlarni yoqib yurmaysiz. Katta ehtimol bilan ishlarni bo'lishasiz, mutaxassislar berishni boshlaysiz. Bu narsa qilolmaganingiz uchun emas bu narsa. Fokus taraflama, vaqtingiz taraflama o'sha narsaga ulgurmayotganligingiz uchun siz topshirasiz. Ekspert ham xuddi shunaqa. Ekspertlar blog zo'r bo'lishi mumkin, zo'r video oladi, zo'r dars o'tishligi mumkin. Lekin u o'zining sohasida mutaxassis. Doktor bo'lsa zo'r doktor. Lekin zo'r marketolog yoki zo'r prodyuser emas. Tushunyapsizlar? Demak, hamma o'zining sohasida mutaxassis. Agar bu tushunchani haligacha to'g'ri deb aytayotgan bo'lsanglar, hozir bozorda deyarli hamma ekspertlar o'zi zaps qilayotgan bo'lardi. Video davomida tushuntirib beraman, qanchalik ekspertlar ko'p va prodyuserlar talab qanchalik yuqoriligini hozir video davomida tushuntirib beraman. O'zi sohada kirayotgan bo'lsangiz, agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu narsani tushuntirishim shart emas, sababi sohaga kirib ko'rgan odam biladi prodyuserlarga talab qanchalik kattaligini. Keyingi mashhur mif bu katta jamoa kerak degan narsa. Ya'ni loyiha olishdan oldin ko'pchilik o'ylaydi, katta jamoa kerak, menga u inson kerak, bu inson kerak. Yo, ishoninglar, zapsni qo'pol qilayotganda 5 kishi bilan o'tkazib yuborsa ham bo'ladi. Yaxshi bitta rob sotuvchi bilan bitta yaxshi marketolog bo'lsa, target topadigan iloji boricha bitta videograf. O'zingizlar metodolog ham bilsanglar, metodolog bo'lmasa, bitta metodolog olasizlar. Kuratorlik qiladigan insonlar bilan. Hozir mana bozor rivojlanganligi uchun aytgan hamma narsani outsourcing olsangiz bo'ladi. Ko'pini KPIga bog'lab qo'ysangiz ham bo'ladi. Pul tushgandan keyin beraman, qanchadir ma'lum fiksani oldindan beraman, qolganini keyinroq beraman deb KPIlarga yoki qanaqadir boshqa shartlarga baylashsangiz bo'ladi. Ya'ni bu ham bitta to'siq emas. Men o'z sohaga kirib kelganda shu xato qilganman. Hamma narsani in-house qilib, hattoki dasturchilar ham in-house olgandim. O'sha sayt yasab berasiz, target o'qib berasiz degan ma'noda. Ya'ni universalniy bo'lgan, lekin shu biz tilda aytganda o'sha paytda endi biz dasturchi derdik, target ham yoqardi, lekin ya'ni ko'p narsani qilardi kompyuterda. Ya'ni shunaqa insonlarni in-house qolganmiz, lekin zapsda bunaqa insonlarga bo'lsa 10 kunlik, 15 kunlik ish bo'ladi, qolgan vaqtda bekor qolib ketishligi mumkin. Lekin hozirgi kunda hamma narsani deyarli imkon qadar outsourcing qilganingiz siz uchun manfaatli bo'lib qoldi. Keyingi mashhur mif bu ekspertlar kichkina sof foydalarga ishlamaydi degan miflar. To'g'risi bunaqa narsani eshitganda o'zim ham hayron qolaman. Ishoninglar, ekspertlar ham tushunadi, ular ham kutuvlari o'ziga yarasha. Ya'ni bozordan kelib chiqib kutuvlar qiladi. Kichkina kattaligi bu nisbiy tushuncha. Kimdir uchun kichkina, kimdir uchun katta, lekin aytaman sizlarga, ekspert o'zining sohasida mutaxassis bo'lsa, u jarayondan ham drive oladi. Ya'ni ekspertlar ko'pi bilan gaplashib ayta oladi bu narsani. O'zlari sohasini o'rgatib ham o'sha sof foyda o'z yo'liga u qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, lekin ularning eng maza qiladigan narsasi ishchi sifati. Qanchalik zo'r ish qilsangiz, servisingiz zo'r bo'lsa, sizni kommunikatsiyangiz zo'r bo'lsa, imkon qadar vaqtida to'g'ri problem solving bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni muammolarni to'g'ri hal qiladigan bo'lsangiz, ekspertga sizdan yaxshi inson yo'q. Sof foyda kelishligi bu sabablarni qilasiz, qolgani natija sizga bog'liq emas baribir. Tushunarli? Ya'ni bu narsani deb ham siz mana ekspertga shuncha foyda olib kelaman deb va'da berib loyiha olmaysiz. Ekspertga beradigan va'dangiz, ya'ni o'zingiz qila oladigan narsangiz, qo'lingizdan keladigan narsa. Kommunikatsiyani ushlab turaman, yo'q bo'lib qolmayman, sifatli qilaman, bozorda qilayotgan eng oxirgi trendlardan foydalanaman degan narsani aytib, loyihani olishingiz mumkin. Lekin sof foydaga hech qachon bo'la olmaydi. Keyingi bir ajoyib mif bor. Bu narsa hammada ham emas, ba'zi prodyuserlarda bor. O'zim hayron qolganman. Bu infoprooflarning yetarli emasligi. Ya'ni qanaqadir materiallarga loyihani olishligini yoki chek narxini oshirishligini bog'lab qo'yadi. Ya'ni siz qanaqadir n summaga ishlatgan bo'lsangiz, shu summani qanchadir o'stirmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir infoproof kerak deb o'ylaydi. Ya'ni u bo'lishi mumkin qimmatbaho bir buyum, gadjet yoki bir mashina bo'lishi mumkin. Ha, nisbatan ta'sir qiladi, ta'sir qilmaydi demayman, lekin bu sizni loyiha olishingizga umuman ta'sir qilmaydi. Hozir aynan ta'lim sohasi, zap sohasida ayta olmayman sizlarga, material narsalar bilan insonlarni hayron qoldirishga qiyin bo'lib qoldi. Siz insonlarni hayratlantiradigan narsangiz, ularni hurmatini qozontiradigan narsangiz bu sizning shaxsiyatingiz, kommunikatsiyangiz, qilgan ishlaringiz. Aynan shu narsa uchun siz bilan ishlashingiz mumkin. Hech qachon bog'lamang. Nimadir sotib olgandan keyin narxim oshadi yoki loyiha olaman degan narsani umuman xayoldan chiqaring. Sezayotgan bo'lsangiz,
detalni tushuntirishga harakat qilyapman. Shunchaki sanab o'tkazishni xohlamayapman. Bu narsa nima uchun deganda, to'g'ri, biroz uzunroq bo'lishi mumkin video, lekin imkon qadar shu vaqt ketkazyapsiz. Imkon qadar shuni mazmunini tushunib olishingizni harakat qilyapman. Ya'ni shu narsa sizga informatsiya bo'lib qolmasin, shuni ma'nosini tushunib oling. Odatda texnikalar o'zgarishi mumkin, lekin mazmun o'zgarmaydi. Ya'ni qilayotgan ishlarimizda ma'no topib olsak, aynan nima desa bo'ladi, natijani sabablarini tushunib olsak, keyinchalik ham texnikalar o'zgargani bilan bizni ishlarimiz mohiyati yo'qolmasdan qoladi. Ko'pchilik o'ylaydi, bozorda ekspertlar juda ham kam, prodyuserlar ko'payib ketdi degan tushuncha bo'ladi. Men o'zim eshitib hayron qolaman. Ekspert topolmayman degan narsani eshitaman. Kelib bitta o'zlari uchun kichkina matematika qilamiz. Mana bozorda yuribsiz, shu videoni ko'ryapsiz, katta ehtimol bilan siz sohada borsiz, marketing boshqa soha vakilisiz. Bozorda nechta agentsiya bor? Nechta SMM mutaxassis bor, shaxsiy brend mutaxassislari bor. Ko'z oldingizga keltiring mana. Bilmayman, 100 dan ortiq, 200 dan 300 dan ortiqdir balki. Men uchun 1000 ta sanaydiganlarni bo'lsa kerak olinglardi. Tushunarlimi? Nechta SMMchi bor, nechta shaxsiy brendchi bor, agentsiyalar bor. Ba'zi agentsiyalarning o'zini yuzlab loyihalari bor. Ya'ni bitta vaqtda ishlamasa ham 100 ga yaqin loyihalarni ishlashgan ular. 300 ga yaqin loyihalar bilan ishlagan agentsiyalar bor. Abror aka o'zi ham 300 ga yaqin loyihalar bilan ishlagan desmasam. Ya'ni bitta inson o'zi, tushunarlimi? Nechta agentsiyalar bor, nechta loyihalar bor, nechta shaxsiy brend yurgizayotgan influenserlar bor Instagramda. Tushunarlimi? Juda katta ekspertlarni, aynan shaxsiy brend yurgizayotgan ekspertlarni, influenserlarni, ya'ni blogga ega, insonlarga qiymat berayotgan, sohasini o'rgatayotgan influenserlarning asosiy qismi. O'zi to'g'ri, daromad bir necha manbalari bor. Xizmat sotish orqali daromad qilish mumkin, reklama olib daromad qilish mumkin. Reklama oladiganlar endi biz sanagan insonlar emas. Ular shaxsiy brendini sizni tasavvuringizdaqa yurgizmaydi. Ular ko'pincha Vine olishi mumkin, lifestyle bloger, fashion bloger bo'lishi mumkin. Ular reklama olishi mumkin. Tushunarlimi? Lekin biz bilgan influenserlar, ya'ni sohani ma'lumot berib yurgan, o'zini sohasini o'rgatmoqchi bo'lganlarning asosiy daromad manbai bu aynan infobiznes. Aynan onlayn kurs bo'lmagan taqdirda ham podpiska modeli, seminarlar, mentorshiplar bo'lishi mumkin. Aynan shu mindset uchun ham ular blog yuritadi. Tushunarlimi? Ko'z oldingizga keltiring. Nechta SM agentsiyalar nechta shaxsiy brend yurgizyapti? Nechta inson mana deyarli har kuni yangi shaxsiy brend egalari chiqyapti. Instagramga istalgan insonni yozsangiz, doktormi, boshqami o'zining shaxsiy brendi bor. Tushunarlimi? Ya'ni biz tushunayotgan shaxsiy brend egalari. Shu o'rinda ham narsa aytib ketaman. Hattoki hozir hayolim aylanayotgandi. Ya'ni katta blog egalari, albatta bu servislar ham ko'p, ya'ni mashina sohasidagilar ham ko'p. Bitta mashhur aka bor, juda ko'p podpischigi bor, milliondan ortiq podpischigi bor. Hattoki shu inson ham chiqib, mashina tuning sohasidagi inson, tuning deydimi shu qisqasi, servis, mashina bilan ishlaydigan insonlar ham chiqib, hattoki kurs qilish haqida bir g'oya bilan chiqishgan. Ya'ni baribir blogi bor inson bir ta'limga kirish haqida o'ylaydi. Ya'ni istalgan shunaqa g'oyasi bor insonga albatta prodyuser kerak. O'shunchadan e'tibor bering, mana o'zimiz bozorga qarasam, bitta prodyuserda bir necha loyihasi bor. O'zi aslida bitta prodyuserga bitta loyiha yetib ortadi. Bemalol o'sha fokus qaratsa, vaqtini ham, daromadini ham oqlaydi. O'zi eng zo'r kes ham shu, bitta loyiha bilan uzoq muddatli ishlashing o'zi yaxshi. Lekin bozorga qarasangiz, bitta prodyuserni bir necha eksperti bor. Hattoki o'sha siz hayolingizdagi o'sha tepa ekspertlar, ya'ni siz hayolingizdagi bir erishib bo'lmaydigan ekspertlar ham ba'zi prodyuserlarni ikkinchi, uchinchi loyihasi bo'lib turishga ham tayyor. Tushunarlimi? Ya'ni mayli bu ekspert zapus qilib, keyin menga zapus qilib bering deyishga ham tayyor. Men hech kimni hurmatsizlik qilmayapman, hech kimga nisbatan bir negativligim yo'q. Ya'ni bu anaqa noto'g'ri tushunib qolmanglar. Aytmoqchi bo'lgan narsa nima deganda, bu yerda talabni taklifdan kamligi. Tushunarlimi? Ya'ni istalgan yaxshi ekspert, hozir ekspertlar ko'rayotgan bo'lsa ham tasdiqlashligi mumkin. Yaxshi prodyuser bo'lsa ishlashga tayyor. Tushunarlimi? Prodyuserlar har doim kerak. Sizdan shunchaki talab qilingan narsa, o'z sohangizda tajribangizni imkon qadar to'ldirishga harakat qiling. Demak, ekspert tanlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bu yerda ikkita asosiy filtr bor. O'zim uchun chiqargan filtrlarim shu narsani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, birinchi filtr nimadan iborat? Birinchi narsa bu ekspertlik darajasi. Juda ham muhim. Siz sohada zo'r zapus qilmoqchimisiz? Jamiyatga ko'plab insonlarga ko'proq qiymat bermoqchimisiz? Ekspertlik darajasi juda ham muhim. Ikkinchi muhim narsa bu o'qitish qobiliyati. Ya'ni bu teaching skilllari kuchli bo'lishi kerak. O'zing o'rgangan narsalarni insonlarga oson tilda tushuntira oladimi degan narsa. Va uchinchi muhim narsa bu qadriyati va hamkorlik qarashlari to'g'ri bo'lishligi. Hozir bularga hammasiga detalni birma-bir kirib chiqamiz. Demak, ekspert darajasini nimaga qarab aniqlaymiz? Demak, biz sohada imkon qadar ko'proq insonga qiymat bermoqchimizmi? Produktimiz uzoq vaqt ishlashini xohlayapmizmi? Demak, o'sha insonda ekspertlik darajasi kuchli bo'lishi kerak. Bu paytda nimalarga e'tibor beramiz?
Birinchi narsa bu ekspertni tajribasi. Sohada hech bo'lmasa 2 yildan beri bormi degan narsa. O'zi bu narsani men 5 yil deb aytmoqchi edim. Ya'ni 5 yillik tajribasi bormi demoqchi edim. Lekin oxirgi vaqtda mana tendensiyalar o'zgaryapti, kasblar tez o'zgaryapti, sun'iy intellekt qo'shilyapti, metodologiya tez o'zgaryapti. O'shuning uchun hech bo'lmasa 2 yillik tajribaga ega inson bilan ishlang. U zo'r o'qitishligi mumkin, zo'r xarakter bo'lishligi mumkin, blogida katta potensial bo'lishligi mumkin. Lekin u insonda ekspert darajasi oz bo'lsa, katta ehtimol bilan baribir bu inson jamiyatga yokida o'zini soha mutaxassislariga katta qiymat bera olmay qolishligi mumkin. Tushunarligi? Sabablar o'laroq. O'zi bu narsa haqida ham Telegramimda bir post yozib qoldirgandim. Izohlarda shu linkini qoldiraman. U yerda aynan ekspertlik darajasidan, blogdan kelib chiqib qanaqa produkt tayyorlash mumkinligi haqida post yozib qoldirgandim. Albatta sizga manfaatli bo'ladi, o'tkirsiz bo'ladi videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin. Ya'ni qanchalik katta blog egasi bo'lmasin, qanchalik zo'r xarizma bo'lmasin, zo'r o'rgatmasin, u insonning tajribasi katta bo'lmasa, katta ehtimol bilan siz marketing taraflama ham yoki struktura taraflama ham qimmat chekli produkt sota olmaysiz. Qiyin narsani sotishingiz. Tushunarligi? O'shuning uchun imkon qadar ekspertlik kuchli inson bilan, tajribasi katta inson bilan ishlashingiz siz chek narxini oshirishligiga yoki bozorda uzoq vaqt qolishligingizga, minglab insonlarga qiymat berishingizga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim narsa bu shaxsiy yoki mijozlarning natijalari borligi. Ya'ni o'zi qanaqa natijaga erishgan, sertifikatlari, olgan diplomlari, qanaqadir bir rekordlari, o'zi ixtiro qilgan qanaqadir metodologiyalari, texnikalari yoki mijozlari erishgan natijalari, mijozlarning eng zo'r keyslari, imkon qadar shu joyga detallashga harakat qiling. Mijozlar qanaqadir keyslari bo'lgan bo'lsa, qaysi natija orqali bu natijaga chiqqan, nima sabablar bo'lgan, oldingi natijasi qanaqa bo'lgan, keyingi natijalar qanaqa, bu narsa ekspertligingiz qay darajada mutaxassisni ochib berishiga yordam beradi. Ya'ni natija chiqishiga nima sabablar o'laroq o'sha ekspertiz yordam bergan u insonda shu narsaga chiqishligiga, qaysi etaplarda qatnashgan. Tushunarligi? Bu narsa o'zi uchun ham muhim. Qachonki bu narsani chuqur o'rganishni boshlaganingizda, ekspertga nisbatan hurmatingiz ham oshib boshlaydi. Bu narsa juda muhim narsa. Ekspertni hurmat qilishingiz, o'zingizdan u insondan kurs sotib olishni xohlagan paytingizda zo'r produkt chiqishni boshlaydi. Tushunarligi? Keyingi muhim narsa sohada top 1% kiradim. Ya'ni top 1% bilim egalari qatorida kiradim degan narsa. Top 1% degan narsa tasavvur qiling, sohada 100 ta mutaxassis bo'lsa, 100 tadan bittasi shu inson. Bu degani eng kamida soha mutaxassislari shu ekspertizni mutaxassis sifatida tan olish boshlaydi degani. Tushunarligi? Imkon qadar shu top 1% insonlar bilan ishlashga harakat qiling. O'zimiz ham mana ekspert tanlayotganimizda shu narsaga harakat qilamiz. Mana tepadan aytdim. O'zingizdan kurs sotib olishga harakat qiling degan narsa. O'zimni ekspertim bor mana Isroil Abdullayev degan hozir balki ko'pchilik tanishligi mumkin. Ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis. Keyin patogda o'zim ham o'qimoqchiman shu insonni. Ya'ni o'zimizdan kichkina bola bo'lmasa, katta yosh tafovuti yokida qanaqadir ekspertim degan narsa yo'q. Shu inson bilan men o'zimdan bilim almashmoqchiman. Hozir zamon talabi AI dan ko'pchilik foydalanyapti. O'zim ham shu insonda o'quvchi bo'lishni xohlayman. Shu o'rinda produktga mehrim tushgan. Va har doim bu yerda daromad muhim to'g'ri, loyiha muhim, lekin undan ham tashqari jamiyatga ham foyda keltirayotganingizni his qilib turasiz. Bu ham sizga katta motivatsiya beradi. Keyingi muhim narsa bu metodologiya zamonaviymi degan narsa. Hozir o'zingizdan ko'rib turibsiz, metodologiya tez o'zgaryapti. Ya'ni oldingi ishlagan narsalar hozir ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni metodologiya nima degani? Bitta insonni aynan siz natijaga olib chiqishingiz uchun qilinadigan qadamlar ketma-ketligi, xaritangiz, CJMlar ichiga kiradi. Ya'ni bitta o'quvchi nimalar qilish kerakki, natijaga chiqishligi uchun, qaysi dars ko'rish kerak, shu dars ko'rgandan keyin nimalar qilish kerak. Bu narsa ekspertda qanaqa aniqlashingiz mumkin. Ya'ni ekspertda siz aytaylik bitta natija chiqishligini aytsangiz, shu natija qanaqa chiqadi deganda, ekspert o'zi ham ijodkor bo'lishi kerak. Ya'ni mana narsani qilgandan keyin bunaqa vazifani bajarsa, shu narsani qilgandan keyin natijaga chiqish oson bo'ladi. Agar biz onlayn kurs qiladigan bo'lsak yoki seminar qiladigan bo'lsak, bunaqa biz amaliy vazifalar bersak bo'ladi, qanaqadir o'yinlar qilsak bo'ladi degan g'oyalarni o'zidan chiqishni boshlaganda ekspertiza, bu ham ekspert darajasi kattaligini ko'rsatib beradi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi muhim narsa bu o'qitish qobiliyati. Ekspertlik sohada zo'r bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi sohasi zo'r mutaxassis, lekin o'sha bilimlarni yetkazib bera olmaydi o'quvchilarga. Ya'ni o'qitish qobiliyati oz yoki shakllanmagan hali. To'g'ri shakllantirsa bo'ladi, lekin shakllanmagan yokida yetkazib bera olmaydigan yokida faqat tajribasi bilan bo'lishadigan insonlar bilan ishlashingiz qiyin bo'ladi. Ya'ni unda o'xshab qolgan narsa hammadan o'xshamay qolishi mumkin. O'sha narsaga nima sabablar bo'lgan, qaysi texnikalar orqali chiqqan yokida nimalarga e'tibor berish kerak. Oddiy qilib aytganda, o'zini o'quvchisini holatidan his qilib, o'sha bosqichlarni o'zi bosib o'tgan insonlar yaxshi o'qitish qobiliyatiga ega bo'ladi. U insonlar qanaqa qilib aniqlasak bo'ladi. Oddiy tilda tushuntira oladimi degan savol berasiz.
Bu narsani qayerdan bilamiz? Siz sohaga oid oddiy savollar berib ko'rasiz. O'shandan kelib chiqib xulosa qilsangiz bo'ladi. Keyingi muhim narsa darslik tayyorlash qobiliyatiga egami? Ya'ni e, video darslar yozib bera olmaydimi degan narsa. Bu narsani ham mana siz ekspert bilan ishlayapsiz degani katta ehtimol bilan u inson influencer. U YouTube'ga video qo'ygan bo'lishi mumkin. YouTube'ga video chiqarmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan o'zingiz video olasiz u inson bilan o'tirib, ya'ni video olib ko'rasiz. Mayli u bosqichga yetmasdan turib qanaqa aniqlaymiz desanglar, reelslarga qarab ham olsanglar bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda informativ postlar juda ham ko'p, o'zini sohasiga oid informatsion kontentlar ko'p tayyorlaydi ko'pchilik. Aynan shu postlardan kelib chiqib, sohasini qanaqa darajada oddiy qilib tushuntiryapti, shu narsani ko'rib chiqib, siz u insonni dars berish qobiliyatini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Keyingi muhim narsa bu e'tirozlar bilan yaxshi ishlay oladimi degan narsa. Ya'ni o'quvchilar tomonidan keladigan e'tirozlarni ko'tara oladimi, tanqid ko'tara oladimi, shu bilan e'tiroz bilan ishlay oladimi degan narsa va eng asosiysi bu yerda aytayotgan texnikalari o'rinlimi, amaliyotda qo'llasa bo'ladimi degan savollarni o'ziga berasiz. Agar hammasiga ijobiy javob topa olgan bo'lsangiz, demak katta ehtimol bilan u inson bilan ishlay olishingiz mumkin. Ya'ni o'qish qobiliyatiga ega u inson. Ya'ni teaching skilllar yaxshi degan o'zingizga xulosa chiqarsangiz bo'ladi. Va birinchi filtrimizning eng oxirgi bosqichi bu qadriyatlari va hamkorlik qarashlari to'g'ri keladimi degan narsa. Bu yerda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchisi bu tanqidni qabul qila oladimi? Ya'ni o'quvchi bilan emas, endi siz bilan qanaqa tanqid ham qilmaysiz, tanqid ko'rsangiz ham bo'ladi. Ish boshlashdan oldin nima uchun sizda bunaqa narsa yo'q yoki nima uchun bu narsani qilmagansiz, nima uchun sizda shunaqa fe'llar bo'lgan degan paytingizda vaziyatdan to'g'ri chiqadimi yokida qo'pol ketganda isterikasi bormi yokida, ya'ni tanqidni qabul qila oladimi degan savolga o'zingizga javob topishingiz kerak. O'zingiz tanqid qilib ko'rib ham shu narsani xulosa chiqarsangiz bo'ladi. Ya'ni nima uchun sizda shu narsa o'xshamagan yoki nima uchun siz narsa shu narsa yoki sizda nima uchun shu narsa yo'q yoki nima uchun bularda bor, sizda yo'q degan savollar berib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni shaxsiyatga o'tmagan holatda, ya'ni yaxshi pozitiv so'rab ko'rsangiz bo'ladi. O'sha paytda sizni savollaringizga qanaqa javob beryapti, shunga qarab tanqid ko'tara olishi yoki ko'tara olmasligini aniqlab olsangiz bo'ladi. Keyin narsa vaqtida topshiradimi, mas'uliyatni bo'yniga ola oladimi degan narsa. Juda muhim narsa. Videoni boshidan aytdim. Zapusk ekspertga juda ham bog'liq. O'shuning uchun mas'uliyat oladigan, deadlinelarga amal qiladigan ekspert bilan ishlashingiz juda ham muhim. Maqsadlari va qadriyatlari to'g'ri keladimi? Ya'ni siz qo'ygan maqsadlar, siz qo'ygan qadriyatlaringiz to'g'ri keladimi? U ham jamiyatga produkt orqali foyda bermoqchimi yokida u ham qanaqadir natijaga erishmoqchimi siz bilan birgalikda, qanaqadir muammoni hal qilmoqchimi? O'sha maqsadlar umumiy degan narsa. Ya'ni bitta tarafga qarab ketyapsanmi degan savollarga javob topib olinglar. Keyingi muhim narsa rejalari uzoq muddatlimi yoki bir martalikmi? Bir marta zapusk qilib keyin chiqib ketmoqchimi bozordan? Ishlamagan yaxshi. Umuman ishlamagan yaxshi. Iloji boricha bozor uzoqroq vaqt qolib, aytaylik shu ishni asosiy ish sifatida o'zgartirmoqchi bo'lganlar, ya'ni shu narsaga keyinchalik fokusini, vaqtini bermoqchi bo'lgan insonlar bilan ishlaganlar yaxshiroq bo'ladi. Va eng asosiy narsa bu prodyuserga mas'uliyatni ishonib topshira oladimi yokida har bir bosqichga o'zi kirib nazorat qilmoqchimi? Ya'ni mikromenejment degan narsa bor. Prodyuser bilan ekspert o'rtasida bu narsa bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Ya'ni ekspert kelib har bir bosqichga kirish kerak emas. Umumiy xulosalar bersangiz bo'ladi, umumiy raqamlar berishingiz mumkin, lekin agar siz ishingizga detalni aralashayotgan bo'lsa, bu ham keyinchalik nizoga olib kelishi mumkin. Bunaqa paytda urushmasdan, konfliktga bormasdan chiroyli gaplashib kelishib olsa bo'ladi. Ya'ni keling shu narsani bir safar menga mas'uliyatini bering. O'shuning uchun men bilan ishlayapsiz. Imkon qadar vaqtingizni, energiyangizni tejab qolmoqchiman. O'xshamasdan bitta qilib ko'raylik. O'xshamagandan keyin xatolarni o'rganib, xulosa chiqarishim mumkin. Lekin keling shu safar xotirjam bo'ling. Imkon qadar mas'uliyatni ham, aytaylik jamoani ham bir vazifalarni men bo'ynimga olib, shu narsani olib berishga harakat qilaman deb tushuntirib, imkon qadar shu joyda kelishib ishlashinglarni tavsiya qilaman. O'ylayman, birinchi filtr tushunarli bo'ldi. Agar sizga birinchi filtr ijobiy xulosa bergan bo'lsa, siz ikkinchi filtrga o'tsangiz bo'ladi. Birinchisi siz insonni ekspertligini, shaxsiyatini, qadriyatlarini o'zingiz uchun xulosa chiqarib oldingiz. Endi bu yoqqa siz marketing taraflama u insonni filtrdan o'tkazib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa bo'ladi deganda, bu yoqda ham bir necha o'zingiz uchun chiqarishingiz kerak bo'lgan xulosalar bor. Birinchi muhim narsa bu shaxsiy brend pozitsiyasi. U inson ekspertlik, da'vogarlik qilgani bilan shaxsiy brend pozitsiyasi qanaqa? Life hackchi emasmi yokida qanaqadir trend orqasidan ko'tarilib ketib qolmadimi? Shu narsaga juda ham muhim narsa, e'tibor bering. Podpischigi katta bo'lishi yokida qaysidir periodda stories ahvatlari katta bo'lishligi bu muhim signal emas. Asosiy narsa muntazamlik. Muntazamlik paytida ahvatlar qanaqa bo'layotganligi, umuman endi bu narsani chuqurlashni xohlamayman. Ya'ni tushunarli bo'ldi. Ya'ni shaxsiy brend pozitsiyasi deganda u insonda qanaqa pozitsiyada turganligi. Insonlarda agar muhokamali mavzular bo'lishi mumkin yokida sportniy vaziyatlar deydi yokida aytaylik odamlarda mashhur savollar bo'lishi mumkin. O'sha narsaga qanaqa yechimlar beryapti,
bizni qanaqa tutyapti, qaysi taraf bo'lyapti, shu narsa ham juda muhim. Insonlarni oldida yomon obrazda qolmaganligi juda ham muhim. Undan tashqari aytganimdek, axlatlar, raqamlarga e'tibor beramiz. Keyingi muhim narsa bu kassav. Ya'ni job CV-dan oldin qilishingiz kerak bo'lgan narsa kassav. O'sha siz xohlayotgan auditoriya bormi o'zi yokida shu narsa talab bormi degan narsani kassav orqali olishingiz mumkin bo'ladi. Va uchinchi muhim narsa bu decompose va fin modeli. Decompose bu siz erishmoqchi bo'lgan narsani bo'laklarga bo'lib chiqishingiz. Ya'ni qanaqadir sotuv qilmoqchisiz, shu sotuv qilishingiz uchun sizga nechtadir axlat kerak bo'ladi, undan tashqari sizga aktivlar kerak bo'ladi, lead kerak bo'ladi, webinar bo'lsa qanchadir trafik kerak bo'ladi. Tushunarligi, mana siz erishmoqchi bo'lgan narsani har birini konversiyalarni o'lchab, har bir bosqichga raqamlar qo'yib chiqasiz va shu raqamlarga olib boradigan sizda yetarlicha aktiv bormi? Bu degani подписчик, axlat yoki investitsiya. Ya'ni siz oldindan qo'yishingiz mumkin bo'lgan investitsiya yetarlimi? Shu narsani dekompensasiya qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari dekompensatsiyadan ko'ra muhimroq narsa bu fin modeli. To'g'ri, biz jamiyatga foyda berish haqida o'ylaymiz, jamiyatga qiymat berish haqida o'ylaymiz, lekin istalgan harakatimiz orqasida baribir moddiyat ham turadi. Agar biz o'sha maqsadlarimiz oldidan moddiyatni olib tashlasak, shunchaki bepulga dars berishligi yokida jamiyatga shunchaki bepulga qanaqadir qiymat berishimiz qiyinlashib ketishligi mumkin. Yokida bu narsa uzoqqa bormasligi mumkin va istaymiz, istamaymiz, baribir katta bizni motivatsiya beradigan narsalardan biri bu baribir daromad. Daromad deganda fin modeli juda ham muhim. Ya'ni siz tikayotgan pulingiz qay darajada qaytib kelishligi, ROI deyiladi bu narsa. Ya'ni sizga pulingiz qaytib kelishligi, qancha sof foyda qolishligi, shu narsani fin modeliga tushirib chiqasiz. Ya'ni siz bitta aktivga erishishingiz uchun qanchadir pul sarflaysiz, vaqt sarflaysiz va oxirida xarajatlar olib tashlaganingizda qancha sof foyda qolyapti, bo'lishganingizda shu narsa sizni oqlaydimi? Oldindan imkon qadar taqriban bo'lsa ham hisob-kitob qilib, keyin loyiha boshlashingizni tavsiya qilaman. Ikkita filtrdan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin siz katta ehtimol bilan yaxshi ekspert bilan ishlashingiz mumkin. Bu orqali kattaroq zapislar, kattaroq qiymatli loyihalar qilishingiz mumkin. Lekin shu o'rinda yana muhim faktor bor. Filtrdan tashqari bo'lgan narsa bu ekspertning xarizmasi. Juda muhim narsa. Ya'ni sotuvlar to'g'ridan-to'g'ri xarizmaga bog'liq. Insonni xarizmasi qanchalik zo'r bo'lsa, shu darajada ishontira oladi, shu darajada sota oladi. Ekspertga to'g'ridan sotuv muhim. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sotuv bog'liq. Ekspertni qay darajada zo'r ishontira olishligi, ya'ni sohasiga, o'ziga, ekspertligiga ishontira olishligi shu darajada katta sizga muvaffaqiyat olib kelishligi mumkin. Va bu narsani ta'minlaydigan narsa bu xarizma. Xarizma bu 4 ta narsaga kiradi. 4 ta narsani o'z ichiga oladi. Bu meni bilimlarim bo'yicha. Birinchisi bu nutqning ravonligi. Ya'ni gapirayotgan gaplari tushunarli bo'lishi kerak. Ekspertiz qay darajada zo'r ekspert bo'lmasin, qadriyati zo'r bo'lmasin, zo'r o'qitadigan metodologiyasi bo'lmasin, lekin nutqi tushunarsiz bo'lsa, xarizmasida muammo kelib chiqishligi mumkin. Insonlar gapni eshitayotgan paytida nutqiga tushunmay qolsa, o'z navbatda kontakt uziladi. Sotuvga ham, ekspertni diqqatini ham, ya'ni ekspertga bo'lgan diqqatini ham buzib qo'yishligi mumkin bo'ladi. Ikkinchi narsa bu fikrlar ravonligi. Nutq ravonligi tushunarli. Fikr ravonligi nima degani? Shu gaplarni nima uchun aytayapti o'zi ekspert auditoriyasiga yokida o'quvchilariga. Ya'ni nimani tushuntirib bermoqchi? Fikrlar ravon bo'lishi kerak. Insonlar chalg'ib ketib qolishi kerak emas fikrlarning o'rtasida. Uchinchisi bu tashqi ko'rinishligi. Ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin juda ham muhim. Qaranglar, o'quvchi shu ekspertga o'xshashni xohlaydi. Ekspert darajaga chiqishni xohlaydi. Bu narsa juda ham muhim. Mayli sog'liq yo'nalishida tushunarli yoki zal yo'nalishida ham tushunarli. Agar siz zalga borib chiroyli qomatga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, chiroyli qomatga ega emas trenerni oldiga bormaysiz. U zo'r motivator bo'lmasin, zo'r keyslari bo'lgan bo'lmasin oldin, lekin hozirgi ko'rinishi unaqa bo'lmasa, juda qiyin u insonni o'zingizga ustoz sifatida tanlab olishingiz. Tushunarligi? Tashqi ko'rinishi xuddi o'sha narsa. Ko'pchilik baribir aynan shu yaxshi hayot uchun yokida yaxshi bir status uchun o'sha insonni o'ziga ustoz sifatida, mentor sifatida tanlab oladi. O'sha paytda u inson o'zi ham ustoz bo'lishi kerak. Tashqi ko'rinish deganini men aytmayapman. Qimmat buyum, qimmat kiyim demayapman. Приятный bo'lishi kerak inson. Tushunarligi? Mana nima demoqchiman? Aynan tashqi ko'rinish deganda dazmollangan, yuvilgan, o'ziga qarab yuradigan inson bo'lishi kerak baribir ekspert. O'shanda insonlar u insonni yoqimli qabul qilishni boshlaydi. U insonga o'xshashlikni harakat qilishligi mumkin. Tushunarligi? 4-chi narsa bu tana harakati, mimikalar. Juda ham muhim. Insonning xarizmasi uchun juda ham muhim. Tanangizni, o'sha yuz ko'rinishingizni, qo'l harakatlaringizni to'g'ri boshqa olishligingiz ham bu xarizmaga kiradi. Bu aynan sotuv paytida, dars berish jarayonida insonlar bilan, o'quvchilar bilan kommunikatsiyani ushlab turishiga juda ham katta ta'sir qiladi.
Shunaqligi xarizma nimaligini imkon qadar tushuntirishga harakat qildim. Bizda ikkita filtr bor. Ikkita filtrdan keyingi muhim narsa bu ekspertlik, ekspertda xarizma darajasi. Agar buni xarizmasi boshlanishda kuchli bo'lmasligi mumkin, keyinchalik mashq qilib bu narsani rivojlantirib olsanglar bo'ladi. Ekspert bilan birga ko'proq ishlab. O'zi aslida agar siz blogi bor inson bilan ishlayotgan bo'lsangiz, juda katta ehtimol bilan xarizmasi kuchli inson bilan ishlayapsiz. Sababi blog yuritayotgan inson, kameraga qarab gapirayotgan insonda xarizma odatiy insonlarga nisbatan kattaroq bo'ladi. Tushunarligi? Tepada aytgan ikkita filtrimdan ekspertiz, ko'ngilli o'tgandan keyin, uni xarizmasi zo'r bo'lgandan keyin o'tirib shu kasteflardan kelgan, dekompaysadan keyin og'zaki gaplashgan, kelishgan hamma narsalarni qog'ozga tushirib qo'yinglar. Albatta tushirib qo'yinglar. Bu narsa hech qanaqangi bir aytaylik yomon narsa emas. Ko'pchilik o'ylaydi, yomon narsa o'ylaydi. Yo'q. Istalgan og'zaki narsani qo'lda yozib bo'lsa ham qo'l qo'yib qo'yishinglar. Bu keyinchalik keladigan ko'ngilsizliklarni yokida keyinchalik tug'iladigan savollarni oldini oladi. Ya'ni inson emotsiya paytida yokida umuman unutuvchi inson keyinchalik nimadir vazifalarni esdan chiqarganda, mana qarang shu narsa kelishgan deb o'ziga ko'rsatishlar mumkin bo'ladi. Undan tashqari bu ham infobiznes, o'z nomi bilan biznes bu ham. Siz vaqt sarflaysiz, pul sarflaysiz, energiya sarflaysiz. Oxirida shu nimalar mas'uliyat olishi kerak yokida yomon holatlarda nimalar bo'ladi, hammasini shu qog'ozga yozib qo'ygan bo'lishlar kerak. Videoni boshlab aytgandim. Boshlashdan tugatish qiyinroq. Tugatiladigan paytda nimalar, kimda nimalar qoladi, qay tartibda umuman loyiha bo'lishlanadi yokida qachon to'xtaydi. Undan tashqari o'sha og'zaki kelishgan moliyaviy shartlar qanaqa, qachon qanaqa foyda olinadi, nimaga qarab o'lchaniladi, hammasi shartnomaga ichiga yozilgan bo'ladi. Yokida shartnomani umri qanchalik, aytaylik 1 yillik shartnoma qilgan paytda siz ham xotirjam bo'lasiz, ekspert ham xotirjam bo'ladi. Ko'p prodyuserlar shu narsani ham o'ylaydi. O'zi aslida ekspert ketib qolmaydi. Siz yaxshi servis bersiz. Siz o'zingizni mas'uliyatingizni to'g'ri qilib bersiz, kamdan kam ketib qoladi. Lekin o'sha shartnoma bo'lsa, bu ham bitta sabab bo'ladiki, ketib qolishini oldini olish mumkin. Ya'ni u yerdan kompensatsiyalar bo'ladi agar loyihani o'rtasida tashlab ketib qolsa. Shuni hisobga olib, biz o'zimiz uchun tayinlagan bir shartnoma namunasi bor. Buni bir boshidan shu yuristlarga tushuntirib, shu yuristlar tayinlagan bu narsani bir boshidan, ya'ni infobiznes o'rganib chiqib, aynan shu onlayn kurslarga moslab, shu narsani yana ham o'zimiz uchun olib, o'zimga yana ham bir takomillashtirib, oxirgi loyihalarni ishlatib kelayotgan bir namunalarim bor. Bu ham bir 4-5 varaqli adashmasam umumiy qilib aytganda, kim nimaga mas'ul, qachon ish qanaqa bo'ladi, hammasi to'liqonli yozilgan bo'ladi. Eng yaqin insonlarim bilan ham imkon qadar shartnoma asosida ishlashga harakat qilaman. Undan tashqari ekspert bilan prodyuser vazifalari bor. Kim nimaga mas'ul, kim nimaga javob beradi, qanaqa vazifa taqsimot bor, hammasini tayyor shablonlari bor. Bu narsani Telegram bot orqali olsanglar bo'ladi. Katta ehtimol bilan buni siz Telegram bot orqali ko'rgansiz. Shu botdan keyin ko'rib bo'lganingizdan keyin botdan kichkina bir imtihon qilamiz. Ya'ni hammaga shunchaki berishni xohlamayman. Sababi o'zimiz uchun tayyorlagan, qanchalik vaqtimiz ketgan. Bu narsani mentorlik o'quvchilarga berganman masalan. Ular ham foydalanishligi uchun qaysi ma'noda vaqtini ketkazib, oldimizga kelib, energiyasini, resursini ketkazib, shu narsaga erishgan. O'shalar qatorida sizlarga ham bermoqchiman. O'zi bu mentorligimdagi aytaylik bir 30 dan ortiq bir shablonlar orasidan bir ikkitasini bermoqchiman xolos. O'sha shablondan olib foydalanib ko'rsanglar bo'ladi. Faqat shu aytganimdek, shu video, shu VSLda boshda aytdim, konspekt qilinglar deb. O'shindagi keltirilgan ma'lumotlar asosida imtihon tayinlanadi. Imtihonlarni to'liqonli topshirganingizdan keyin shu shablonlarni Telegram bot sizga yuborib beradi. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, tabriklayman. Juda kamdan kam inson ma'lumotlar ko'p darsni ko'radi. Ya'ni odamlar shunaqa imkon qadar internetga aynan energiya olish uchun kiradi desak bo'ladi. Ya'ni chalg'ish uchun, ko'ngil ochish uchun kiradi. Lekin bunaqa informativ, qaysi ma'noda sohaga yo'naltirilgan darslarni ko'rishlik yoki ma'lumot olishligimiz juda ham qiyin bo'ladi. Agar siz shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, juda ham xursandman sizdan. Sizda intizom men o'ylagandan ancha yuqoriroq. Mana hozir mana slayddan kelib chiqib turibdi. Hozirgi darsim bu o'zi aslida mentorligimni bitta darsidan kesib olingan ma'lumotlar. Mana hozirgi darsimiz 44 ta slayd bo'libdi. 44 ta slaydni shuncha gapiribman. Imkon qadar yana ham tezlashtirishga harakat qildim. Real keyslarni kamroq etib, texnikaga urg'u berishga harakat qildim. Mohiyatini ochib berishga harakat qildim. Lekin bu o'sha mentorligim bir dona darsini aytaylik 102 ta bo'lsa, yarmidan ham ozroq ma'lumot. Ya'ni bunaqa ma'lumotlar mentorlik ichidagi aytaylik bitta darsni yarmiga ham to'g'ri kelmaydi. Agar mana shu joyga chiqgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan agar sizga qaysi ma'noda shu darsdan davom ettirishlik yoki sohaga yana ham chuqurroq kirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan tajriba almashtirmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zimni bir mentorlik dasturim bor. O'zi bu ko'pchilik bilmaydi ham o'zi bu narsa haqida. Sababi
Mana 3 yil ichida atigi 2 marta mentorlik qilganman. Bu ham hisoblab ko'rsa 1 yilga deyarli 1 martadan to'g'ri kelyapti. Ya'ni shunaqa hozir mana 26-yilda o'rtalari уже manimcha katta ehtimol bilan avgustda oxirlariga ochilsa kerak. Ko'p ham o'quvchi olinmaydi. Bu safar endi prodyuserlar aytishyaptiki, bir 20 ta olaylik deb aytishyapti. O'ylab turibmiz shu vaqtgacha 10 ta olingan xolos shunaqa bir masshtabni qilish niyatimiz yo'q. Instagramda blog orqali sotuvlar qilamiz. Ya'ni qilgimiz kelgan vaqtimizda, ya'ni vaqtimiz, fokusimiz, energiyamiz yetgan vaqtda qilamiz bu narsani. Hozir ham masalan nima uchun avgustga belgilayapmiz? Sababi mana avgust boshida Xudo xolasa yaxshi niyat hozir 3 ta qurilish loyihamiz bor. Bittasi o'sha Onyx, undan tashqari yana 2 ta yangi loyiha boshlangan. U loyihalar Isroilda Xudo xolasa katta dekompensatsiya bilan sotuvlarni boshlaganmiz. U ham avgust o'rtalariga Xudo xolasa eng pik paytda keladi. Nasib qilsa uni ham razborlanib chiqaraman. MVPlar tugagan, unda ham shu katta shu milliard plyusli dekompensatsiya bor. O'shani qilmoqchimiz. Abror aka Ahmedov bilan zapuslarimiz bor. O'shuning uchun ertaga indinga bir haftadan keyin emas, shu taxminan 1 oylardan keyin dars boshlanadi, lekin sizda hozir qulay imkoniyat bor. Sotuv ochilmasdan turib, agar siz rostdan mana qanaqadir ixlos qilgan bo'lsangiz, biz bilan birgalikda shu bir oqimda o'zingizga o'xshagan community ichida bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zim mentorligini qo'shsangiz bo'ladi. U yoqda shunaqa darslar bor, gamifikatsiyalar bor. Bir iloji bo'lsa qo'yib yuborsanglar bo'lar ekan, oldingi darsdan lavhalarni qo'ysanglar, ichida shu gamifikatsiyalar bo'ladi, vazifalar bo'ladi, amaliy vazifalar bo'ladi, tayyor shablonlar bo'ladi, platformada bo'ladi darslar. O'sha Mentor degan platforma bor. O'zimiz infobiznesga birinchilardan o'zim olib kirganman o'sha narsani. Ya'ni mentor degan narsa aytish mumkin. O'zimizning g'oyamizdan tayinlangan narsa, o'sha loyiha ham. Ya'ni o'sha platforma bizga moslashtirib, imkon qadar ya'ni darslarga moslashtirilgan tartibda bo'ladi u yoqdagi narsalar. Bu narsani nima uchun aytyapman? Imkon qadar shu sizlarni qiymat olishliklar, kuratorlar bo'ladi u yoqda. To'g'risi o'zim 100% o'qigan bo'ladim. Narxini aytishim ham mumkin, lekin ishoninglar, sizlar o'ylagan ancha-muncha arzon. Masalan, ancha-muncha arzon deb o'ylayman. Ya'ni men bilmayman, nima qiymat berayotgan paytimda, masalan, menga shu vaqtgacha sotgan bo'lsam, qiynalmasdan sotganman, sababi kelgan odam shuncha deb o'ylagandim deb narxini eshitdim. Unaqa qimmat ham deb o'ylamayman, katta ehtimol bilan. Sababi qiymatni tejab qoladigan vaqti yoki tejab qoladigan summasi bunga nisbatan ancha qimmatroq hisoblanadi. Men hozir o'zi detallashib, ichiga to'laqonli kirib, mentorligim ham o'sha prezentatsiyalar qilib berishim mumkin edi, lekin mana oddiy tilda tavsiya sifatida aytilyapti. Bu yerda hech qanday tarjima yo'q, qanaqadir bir prograf qilmayman sizlarga. Oddiy o'zim suhbatim bilan aytib beryapman. Agar sizlarga ham qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta o'sha opisiyaniyada link qoldiraman. Birinchilardan bo'lib o'tinglar. Agar birinchilardan bo'lib o'tganda men hozir hayolim kelyapti. O'sha birinchilarga o'sha takliflarni yana yaxshilab beramiz, ya'ni aytdik, o'sha to'lov shartlarini yokida umuman boshqa qo'shimcha takliflarni qo'shib berishga harakat qilamiz. Nima uchun deganda, birinchilardan sotuv ochilmasdan turib, ixlos qilib yozilganlar uchun Xudo xolasa sizlar uchun ham bir manfaatli bir takliflar beramiz. Shunaqa. Eng muhim narsa, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. O'ylaymanki, vaqtinglarni uvolib qolmadim. Imkon qadar har bir daqiqasida, har bir slaydda sizlarga o'zim tajribamdan kelib chiqib, detallashib, shu narsani keyinchalik yani nima uchun aytilgandi degan narsa tug'ilmasligi uchun yana ham chuqurlashib tushuntirishga harakat qildim. O'ylaymanki, sizlarga ham manfaatli bo'ldi. Agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, izohlar yozib qoldirsanglar, keyingi videolarda nasib qilsa, hozir ideya aytishayotganda, aynan ekspert topgandan keyin shu insonga qanaqa qilib o'zini taklif qilish mumkin. Mana tasavvur qiling, bitta inson sizga yoqib qoldi. U inson bilan qanaqa qilib siz hamkorlik qilishingiz mumkin. O'sha narsani tushuntirib beraman sizlarga. Buni ham tayyor shablonlari bor, tayyor yo'llari bor. Ya'ni bitta inson bilan ishlamoqchisiz, aytaylik mana Botir degan odam bilan ishlamoqchisiz. O'sha Botir akada siz zapus qilmoqchisiz, qanaqadir nishasida. Shu inson qanaqa kontakt o'rnatsa bo'ladi. Kursga borganda nimalar aytishimiz kerak, qanaqa xabar yozishimiz kerak, qanaqa bosqichlari bor o'zi, kontakt o'rnatishlikni, nima yo'llari bor. Shu narsa haqida ham tayyor o'zi naqa bor, yo'l-yo'rig'i bor. Bu narsani o'zim mentorligim ichida o'rgatgandim. Agar ko'pchilik qiziq bo'lgan bo'lsa, buni ham alohida video sifatida o'rgataman. Shunaqa. Meni kuzatishda davom etinglar. Telegram kanalimga, YouTube'ga, Instagramga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramga o'tsizlar ham aynan sohamga oid, o'zimning kesamga oid aktualniklarim bor. Albatta ko'rib chiqib, yana ham bir yaqinroqdan tanishib olsanglar bo'ladi. Yarimta narsa aytib qolishdi. Aynan shu ro'yxatdan o'tgunlaricha oldingi mentorlikda o'qigan o'quvchilarimni odzivlari bor ekan. Shularni sizlar bilan bo'lishaman. Ya'ni odzivlarni bo'lish haqida o'ylamayman ham. Даже prezentatsiyaga qo'shmagandim ham. Natijaga chiqqan o'quvchilar bor. Yaqinda bittasi aytdi. Birinchi milliard plyus zapuskini qilishdi. Sohada top ekspertlar ishlashyapti. Agentство ochganlari bor. Xizmat sotib yurganlari bor. Xudo xolasa yomon emas. O'zim xursand bo'laman hammasini eshitib. Agar sizlarga ham qiziq bo'lgan bo'lsa, hozir videolar yoki qanaqadir rasmlar ko'rinishida sizlarga shularni ham bo'lishamiz. Yana ham bir
ko'rib o'sha insonlarga yozsanglar ham bo'ladi. Ochiqman bular Instagramda yozib, direkt yozib so'rasanglar bo'ladi. Shu Komronni o'qigan ekansiz, tavsiya qilasizmi, qilmaysizmi desanglar, xolis fikrini so'ranglar. Katta ehtimol bilan ular ham sizlarga xolis fikrini aytsa kerak. Shunaqa. Charchamanglar, vaqtinglar rozi bo'linglar. Ko'rishguncha. Komron Yo'ldoshev meni eng birinchi ustozim bo'ladilar. Ya'ni shu zapus sohasiga kirib kelganimda 2023-yildan beri ular bilan tanishgan bo'lsak, shu menda juda katta o'sish faqatgina ular sababli bo'lgan. Men o'zi o'ylayman, shu soha mutaxassislari juda ham ko'p har xil ustozlar bo'lishi shart emas. Bitta yaxshi ustoz bo'lsa, shuni o'zi bilan juda ham katta o'sish bo'ladi deb o'ylayman. O'sha mentorlik paytida o'zimga zapus qilishni boshlaganman. 15 minglar atrofida bo'lgan. Undan oldingi zapuslarim undan ham yaxshi bo'lgan, lekin bunisi ham yomon bo'lmagan va undan keyin men katta loyiha olganman. Madina Nigmatullayeva bilan prodyuser sifatida ishlaganman 4 oy davomida va ularda ham почти 300 millionlik bo'lgan va ikkinchisi 250 million atrofida bo'lgan. Juda ham zo'r bo'lgan va o'sha zapuskimda ham menga yordam berib, qanaqa savollarim bor, ya'ni men zapusk qilishga o'sha katta loyihaga qo'rqqanman-da. O'shaning uchun ham o'sha jarayonlarda ham umuman yordamlarimni ayamasdan yordam berganlar. Shu sababdan menda juda ham tez o'sish bo'lgan va qo'rquv umuman bo'lmagan. Chunki odamning ustozi bo'lsa, qo'rqmaydi, xohlagan payt savolga javob ola oladi va o'sha taraflama menga juda ham foydali bo'lgan. Hamma biladi, to что, misol 40 minglik, 50 minglik, 100 minglik zapus qilish uchun baribir uni bilimini o'rganish kerak. O'sha Komron aka konsultatsiyani o'zida aytganlar, to что menda o'qiydigan bo'lsangiz, boshqa hech qanaqa mentorlik kerak bo'lmaydi degan garantiya berganlar va bu garantiya 100% oqlandi deb o'ylayman. Komron akada просто jalb qilgan tomoni o'sha konversiyalar. Ya'ni sof foyda tomonlama o'sha Abror Ahmedov va Nur Rustamdan qilganlarda ancha sof foyda balandroq bo'lgan. Misol uchun bozorda o'rtacha 40-50% bo'layotgan payti ularda sof foyda 77% bo'lgan, adashmasam endi. Eng balandlarida. Nemis tili bo'yicha zapuskomizda xudo xolasa yo'da 1 milliarddan oshiqroq bo'lishi kutilyapti. Yana bir yoqqan tomoni, Komron akaning o'zlari bilan yoki ishlash imkoniyati. Men tilni o'qib chiqqandan keyin уже bo'lib yaqinroq bo'lib, misol uchun ishlashni boshladik va bilmagan joyimni o'sha proyekt davomida yopib ketaverdim bilimlarimni. O'zimga tajriba fondan ham zo'r imkoniyat bo'ldi bu. O'shanga sizlarga maslahat beraman mentorlikda o'qishni, chunki birinchidan nafaqat bilim o'rganasizlar, balki keyinchalik ishlash imkoniyati ham bo'ladi sizlarda bilan jamoalarda. Aynan Komron akada o'qiganim sababi birinchi o'zi umuman tanimasdan turib seminarlarga kelganman. O'sha payt ularning loyihalaridagi natijalar bitta ekspert bilan uzoq muddat ishlashlarini ko'rib, aynan o'sha menga kerakli va to'g'ri keladigan mentor deb o'ylab, mentorlikka yozilganman. Mentorlikda menga shu yoqqan tarafi har bitta jarayonni ham qilib ko'rganim, tajribada qilib ko'rganimda rostdan ham aytaylik, mentorlikda berilgan instrumentni ishlagan, prodyuser sifatida kirib loyihaga $100,000 dan oshuv zapusklarni ham qilib ko'rdim o'zim. Bozorda o'shanchadan beri zapus qilib keladigan ekspert Ali Maybekovna bilan $100,000 dan $100,000 plus даже oshgan zapusk loyihamizni yopdik. Eng to'g'risi ham shu bo'lgan. Menda hamma darslarda wow effektini olganman, lekin baribir bizda zapusk bo'lgani uchun qilib ko'rmagunizcha o'zingiz kirib, prosta o'qiganingizda u ma'lumot qanchalik qiymatli ekanini bilmaysiz. Ya'ni u dars qanchalik kerakli, zo'r dars bo'lganini bilmaysiz. O'zingiz borib, loyihangizda qilib ko'rganingizdan keyin, praktika qilganingizdan keyin o'sha jarayonda o'sha savollar tug'iladi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Qilib ko'rganimdan keyin, ishlatib ko'rganimdan keyin har bitta texnikani borib, o'zim loyihamda sinab ko'rganimdan keyin qanaqadir savollar tug'ilgan paytda darsga kelib so'raganimda eng ko'p yordamni mana shu yerda olganman. Menimcha o'shaning uchun ham qo'rqmasdan hammaga mentorlikni baqirib tavsiya bera olsam kerak. Komron Yo'ldoshevni tanlaganman, sababi bozorda eng topoviy zapusk qilib yurgan insonlardan bittasi bo'lganligi uchun mentor sifatida ularni tan olganman va mentorlikka yozilganman. Bu mentorlikda o'qishimdan avval menda $50,000 zapusk bo'lgan. Hozirgi vaqtda esa kutilayotgan zapuskimiz $70,000 hisoblanadi. Endi xudo xohlasa mana shu etap mana shu mentorlikda o'qigan har bitta narsalarimdan, instrumentlarimdan foydalangan holatda, o'zim ustimda ishlagan holatda o'stirib boryapmiz. Komronbek Yo'ldoshevning mentorligini juda ham ko'pchilikka tavsiya qilaman. Hamma o'qib ko'rish shart, chunki buni ichki qismida ham networking olasiz, ham bilim olasiz, ham o'zingizni ikkinchi B tochkangizga yetib borasiz.